Kelin bola kutib qoldi. Kira qoling chimildiqqa. Uylanganlar bu videodan keyin xato qilib qo'ydim deb afsuslanishi mumkin. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Sizga hattoki kuyov jo'rangiz ham aytmagan sirlarni aytib beraman. Kuyov bola birinchi navbatda chimildiqqa kirishdan oldin tozalanib, xushbo'ylanib, soch soqoliga qarab, pokiza holatda chimildiqqa kirishi kerak. Chimildiqqa kirganingizdan so'ng ayolingiz bilan chiroyli hamsuhbat bo'ling. Uni ko'nglini oling. Bu bilan siz oldinda kutib turgan hayajonli daqiqalarni yengillashtirgan bo'lasiz. Chimildiqda jinsiy aloqa qilishga shoshilmang. Birinchi navbatda ayolingizni erkalang, sochlarini silang, shirin so'zlar ayting, eragen zonalarni qitiqlang. Bu bilan siz ayolingizni jinsiy aloqaga tayyorlagan bo'lasiz. Agar siz shoshma-shosharlik bilan jinsiy aloqaga kirishsangiz, turli xil jarohatlar keltirishingiz mumkin. Chimildiqda maqsad qizlik pardasini olish bo'lmasligi kerak, balki jinsiy aloqadan lazzat olish bo'lishi kerak. Hey, o'tiraverma, so'taqo'zi, hattoki chimildiqda ham nima qilishingni o'rgatib qo'ydim. Endi uylanarsan.